Hozir turgan nomerga bitta e'tibor berasizlar akalar. Xo'p, Lada X-Ray mashinamizga polirovka, keramika va kraska tekkizish xizmatlarimizdan ko'rsatib berganmiz. Kraskalar shuni tekkizilgan, kosmetika bo'lmagan. Agar shuni xohlagan. Xo'p, keramikamizni bitta suv quyib effektini ko'rsatmoqchiman. Oddiy bezgaz suv, toza suv. Bleskiga e'tibor berib qo'yasizlar. Shunaqa yonib turadi mashina. Bitta gidrofob effektini ko'ramiz sizlar bilan. Bu kapotda tekkizani nima desam bo'ladi? Ko'pchilik akalarimiz tekkiz joyga, tekkiziga quyish kerak. Bunaqa yoncha quysa tushib ketaveradi hamma suv ham deydi. Mana kapotiga bitta baho berib qo'yasizlar effektiga. Keramikamizga inshaalloh 12 oyga aytib beramiz. Qarang mana shuni. Oqib tushib ketadi. Shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Faralargacha keramika bo'lgan. Yimini yonboshlari.